deb havas qilib turibman deydi. Top deb shuni ko'rsammi deb turibman deydi. Bir paytda taksi kelib to'xtadi, taksiga chiqib ketdi ayol deydi. Ha, esiz a. Shu ayolni bir ko'rishim kerak edi deb hayolimdan o'tdi deydi. Hech o'zim yig'ishtirib ola olmadim deydi. Aradan bir ozgina o'tib ayolim kelish kerak edi deydi. Ayolim taksida keldi deydi. Mashinadan shundoq tushdi-da, dadasi hech umrimda bo'lmagan bir ish bo'ldi-da, jasharmanda bo'ldim-da debdi. Nima bo'lding desa? Taksida kelayotgandim, o'z-o'zidan ko'ylagimning oldidagi zamoga tarsillab yorilib ketsa-da. Taksichining oldida sharmanda bo'lib shunday bekitib, zo'r o'zimni o'zim uddaramda qoldim. Bilmayman, o'z yorilib ketdiligi zamok. Yechilib ketib qoldi. Hech bunaqa bo'lmagan edi. Hayron bo'lib qoldim degan edi. Xiyonat javobsiz qolmaydi. Shuni bilib